Biz tarafda Navruz, Gulinozam Gulinoz bo'lmasda agar Get Ready With Me in Uzbek Style qilmasa. Va bu obrazni muhim atributi bu mana shunaqa korset. Postimga koreyskiy stilda bo'lgan низкий посадкali shim. Eshitamiz, lekin muhokama qilmaymiz. Men bu boshqani murskoy отделdan olganman. Chunki idealni oversize ni aynan shu отделdan topsangiz bo'ladi. Endi esa korsetga navbat. Mabodo korset bog'lashni bilmasangiz, mana men sizga o'rgataman. Korset bog'lashning eng oson yo'li birinchi oldindan barcha iplarni o'tkazib, keyin esa orqaga o'girib iplarni tortish. Qaytgancha shu joyda menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda moda, stil va kitoblar haqida. Va menda shunaqa chiroyli milliy o'zim yasagan siroshkalar bor. O'ylaymanki, bular obrazni idealni to'ldirishadi. Oyog'imga kiyish uchun ikkita variant bor. Birinchisi bu loferlar, ikkinchisi bu Asics'dan mana shunaqa roza va juda ham chiroyli krossovkalar. Bu obrazga loferlar ko'proq tushadi deyotgan bo'lsangiz to'g'ri. Lekin men yangi oyoq kiyimim bilan kimdirga maqtanishim kerak. Siz nima deb o'ylaysiz, qanchalik bu oyoq kiyim tushdi izohlarda yozib qoldiring. Axir bu obrazimga mos sumka yo'q deb asabiylashayotganimda, menda toshli sumkalar borligi esimga kelib qoldi. Bularni ham bir vaqtlar guldek qo'llarim bilan yasaganman. Bugun bayram bo'lganiga qaramasdan menda ish va o'qish bordi. Shu sababli kichik sumkani yoniga yana bitta katta fayl papka olib oldim. This is my final look. Hammaga xayr.